Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Ozgina tanaffusdan keyin yana biz boshladik. Xudo xolasa mana o'rtada 20 kuncha tanaffus bo'lib qoldi. Ishlarimizni yana boshlab o'z egalariga topshirish o'sha jarayondamiz. Hop, bu yerga oshxonamiz oldiga 220 dan ikkita oraliqqa общий 440 bo'lgan, bo'yi 270 ga teras olib kelib qo'yib berganmiz. Akfa alyumin yangilangan Neo degan yangi profilidamiz. Qalinligi 5 cm profilimiz. Hozir ham batafsil tushuntiramiz. Bu steklo paketi bo'lgan pastigacha. Bu tomonda ikkita ochilishga berdik. Bu yoqda bitta bir qanotli eshigi bilan tepa-teta portishga qo'yib berdik oshxonaga. Bo'ylari 270, eni ikkosi 220 dan bo'ldi, 3 ko'z qilib. Steklo paket, oynalari mo'yka apparatda yopishtirilgan, xudo xolasa. Hop, kraft ruchkalarni qo'yib berganmiz. Yopilishlari o'ta chiroyli, xudo xolasa. Ustunini har doimgidek arka fonda urib berganmiz, shakalarni ham vakovatini qilib berganmiz. Hop. Neomiz mana har doim akfamiz bu chekasi 4,5 cm bo'lasdi. Montaj chuqurligi deb qo'yamiz. O'sha yangilangan Neomiz 5 cm qanlida, shu yangi profilda qilib berdik. Bu yog'imiz qanligi 5 cm, oldilari o'zgarmagan, xudo xolasa. O'zgarish shu enida bo'lgan, montaj chuqurligida 4,5 cm o'rniga 5 cm urib qo'ygan. Klientlarga yana ham yaxshiroq bo'lsin deb shu 5 cm dan boshladik, xudo xolasa. Tepada shu bitta port ishkamiz. Pastlari ham bunday oyna bo'ldi. Narxlarini hozir oxirida tushuntirib o'tamiz videoda. Oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa mana. Yopilishlari ham yangi Neo'ga ham mana plastmassani ispanitelini montaj qildik chiroyli qilib. Xudo xolasa. Endi injiroq profil ekan. Buni ham boshladik. Buni Neo'ga o'tdik. Eshigimiz yopilishi o'ta chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Bunning oynaligini hisobiga. Hop, bunimizni kvadratini 650 mingdan tushdi. 2 qavat oyna, steklo paket. Buni kimga shuna xizmatlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqa olasizlar. Nomerlarimiz 99lik 909 91 95 91. WhatsApp, Telegram, Imo hammasi ishlayapti, xudo xolasa. Rossiyadagilar Imodan telefon qilsanglar ham bo'laveradi. Aloqaga chiqsanglar, xudo xolasa chiroyli qilib borib o'rnatib beramiz. Inshaalloh kelishib. Rahmat, sog' bo'linglar hammalarga. Kanalga yangilar obuna bo'lib qo'yinglar. Bittadan like tugmasini bosib qo'ysanglar, keyingi videolarimizni ham ko'rib turasizlar, xudo xolasa. Yaqinlarga ham ulashishga sababchi bo'lasizlar. Liniyalarni ham tayinli bo'lgan liniyalarni bitta bir xilda qilib berganmiz, fason chiqarib berganmiz, ko'rgan bo'lsanglar. Shunaqa ahamiyat berib berishlarimiz sifatiga. Rahmat, sog' bo'linglar.